Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar, birodarlar. Mana yana bir quduqni biz qaziyapmiz yo'lni ustidan. Birodarlar, bu yerda o'tgan kechgan odamlar suv ichadi, tahorat qiladi, namoz o'qiydi. Shuni hammasini inshaalloh shu yerda tiklab qo'ymoqchimiz. Mana bu yerda do'stlar ham daraxt ham ekmoqchimiz. O'sha yerda daraxtni soyasida o'tirib, o'sha yerda suv ichib hamda namozlarni o'qib, bu yerda har kun minglab kishilar suv nima o'tadi shu yerdan. Bular agar inshaalloh ularga bir bu yerda tahorat qilib namoz o'qisa va suv ichsa, inshaalloh savobi nihoyatda kuchli bo'ladi. Do'stlar, yana ham quduq nima qilamiz? Inshaalloh mana shu video inshaalloh bir 20 mingta like olib nima qilsa, inshaalloh yana boshqa yerdan ham quduq qaziymiz do'stlar. Bir 10 mingta obunada ham nima qilinglar do'stlar, birodarlar. Mana bu obuna uchun emas, yo bir like uchun emas. Nimaki odamlar bizni kuzatyaptimi, ko'ryaptimi, qanaqa bizlar haqida fikrlari do'stlar. Bu har narsalarga nima qilgandan ko'ra vaqtlaringizni mana shunaqa narsalarga xarajat qiling. Mana bu tuman bir katta tumanli yo'li, u yoq bu yoqqa o'tadigan joy shu yerda. Mana bu yerda inshaalloh bir quduq, bu quduq bularga katta xizmat qiladi inshaalloh. Mana bu yerda o'tgan kechgan bu masjid ham kichkinagina mana shu yerda bir masjidni ham tuzatib qo'yamiz. Sipo qilib namoz o'qiydigan hamma sharoitni tuzatib qo'yamiz shu yerdan inshaalloh. Do'stlar, inshaalloh bir 20 mingta like, 10 mingta obunada yordamlashing birodarlar. Mana ko'rasiz, juda bir antiqa hozir qozilyapti. Mana bu yerdan inshaalloh bir sipa masjidcha ham tuzatib qo'yamiz. Mana yo'lni ustida minglab kishilar o'tadi bu yerdan. Hamda tahorat qiladigan hamma sharoitni qilib qo'yamiz. Yo'lni ustidan uryapmiz. Mana cho'l hududida joylashgan do'stlar. Iltimos sizlardan shuni obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turing. Bitta do'stimiz aytdi, report dedim, o'shani bosib qo'y deb aytdi do'stlarga dedi. Mana hozir sizlarga shuni aytib qo'yishim. Qani 1 2 3 boshladik do'stlar. Obunada yordamlashing qani. 20 mingta like va hamda 10 mingta obuna yig'olamiz. Boshladik do'stlar. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Kimki nima qilgan bo'lsa, like bosib obuna qilgan bo'lsa, o'shalardan ham inshaalloh bu ehsondagi gap. Kimki qo'llab-quvvatlaysa inshaalloh. Qani boshladik do'stlar.